Ailede 10 qatım gengo qo'rsam, bir qatımı sirtnikidek o'qishtanmayman deydigan tuqqanlarimiz bir qator ko'pkan. Shuning uchun buning oiladagi eng tafsiliy qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chiqim o'rganaysiz, samsa o'rganish boshlaylik ketdi. Gengoga o'zimizning yoqtirish bo'yicha materialni to'g'rab tayyor qilamiz. Tuvanliklari bo'lsa, meni tayyor qilib olganlarim. Qozonga suv qo'yib, qaynagandan keyin ta'sir pishtirganlarini avval solib degandek, mana shunday hammani 80% holatda pishirib olamiz. Arliq ko'rib misha kelgan tuqqanlarim ajrimga haqsiz yurakdan birini besib qo'llab qo'ysanglar qo'llingizga rahmat. Arqadan qozonga yarim cho'mich may qo'yib, zanjil, so'ngpiyoz, samsaqlarni silib, birdam qo'rib, buning mizlik burqini to'liq chiqarib olgandan keyin, cho'ng ustamning gengo tesis qo'sini 3 qo'shiq solamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor deb oilamizda gengo qo'rsak, ta'mi va rangini sirtnikidek o'xshatmagan tuqqanlarimiz mushunday sinab qilinglar, hatto sirtnikidan o'xshab ketadi. Ondan bayab pishirib olgan materiallarimizni silib, o'tning basmini yuqori ichib, davomli 7-8 aralashtirib qo'rib, tam tesis qo'llarini to'liq so'ndirib olgandan keyin, yana davomli bir necha aralashtirib qo'ritiblar, tayyor qilib olgan taqsimimizga susib iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy urug' tuqqanlarim. Oilada mana shu usul bo'yicha bir sinab qilinglar. Oxirida ajrimga haqsiz yuraklarni besib, meni qo'llab kelayotgan tuqqanlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Tininglar salomat bo'lsin, kelarsan ko'rishaylik, xayr xo'sh.